aniq o'lchashlar inson hayotining qulayligi, sanoatning rivojlanishi va yuksak taraqqiyotga olib boradi. O'lchov birliklarining shakllanishi va rivojlanishida buyuk ajdodlarimizning hissalari katta. Hozirgi paytda ularning ilmiy merosi zamonaviy metrologiya, o'lchovlar va standartlashtirish hamda ilmiy tadqiqotlar uchun asos bo'lib kelmoqda. Zamonaviy metrologiya global miqyosdagi rivojlanish va insoniyat muammolarini hal qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Metrologiya fundamental o'lchov fani sifatida barqaror rivojlanish maqsadlariga turli sohalarda aniq o'lchovlar va standartlar uchun asos yaratish orqali muhim va ko'p qirrali rol o'ynaydi. Metrologiya inson hayotining barcha jabhalarida, hamma sohalarning rivojida o'ta muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi huzuridagi O'zbekiston Milliy metrologiya instituti so'nggi yillarda turli sohalarda yuqori aniqlikdagi o'lchovlarni ta'minlash uchun maxsus laboratoriyalar va texnologiyalar bilan jihozlandi. Ayni paytda respublikada yuqori aniqlikdagi o'lchashlarning kuzatiluvchanligini ta'minlash maqsadida milliy etalonlar soni 9 tadan 29 taga yetkazildi. Dunyoning istalgan manzilidan internetdagi havola yordamida xalqaro standart talablarga javob beruvchi vaqt va chistota birligi milliy etaloni yordamida hosil qilinayotgan aniq vaqt ma'lumotlarini, O'zbekistonning aniq vaqtini kuzatish imkoni yaratildi. O'zbekiston Milliy metrologiya institutining massa, bosim va harorat kattaliklari bo'yicha ko'rsatiladigan kalibrlash xizmatlari laboratoriyalar akkreditatsiyasi bo'yicha xalqaro laboratoriyalarni akkreditatsiya qilish hamkorligi ILAC doirasida tan olindi. O'zbekiston Xalqaro tarozi va o'lchovlar byurosining BIPM Yevroosiyo mintaqasi davlat metrologiya muassasalari hamkorligi COMET kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. Bu esa mamlakat metrologiyasini xalqaro talablar va standartlarga muvofiqlashtirish imkonini beradi. Metrologiyaning kelajagi yanada aniqlikka asoslangan bo'lishi kerak. Kvant metrologiyasi esa bu sohadagi yangi inqilobiy yo'nalish hisoblanadi. Kvant metrologiyasi kelajakda sanoatda, tibbiyotda, kommunikatsiyalarda, global pozitsiyalash tizimlarida, nanotexnologiyalar, aloqa va kiberxavfsizlikda, aerokosmik va boshqa ko'plab sohalarda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. O'zbekiston ham bu texnologiyalarni tadqiq etish va amaliy qo'llashda oldingi safda bo'lishni maqsad qilgan. Yangi kvant laboratoriyalari va ilmiy dasturlar orqali mamlakatimiz metrologiyasining eng zamonaviy va aniq tizimlarini yaratishga imkon tug'iladi.
Metrologiya hayotimizdagi har bir sohaga aniqlik va ishonch bag'ishlaydi. Inson kelajagining poydevori aynan aniq o'lchovlarga asoslangandir.